Kichik oq quton. Kichik quton nafis oq patli qushdir. Uni boshqa qarqaralardan ajratib turadigan eng asosiy belgilari tumshug'i, oyoqlari, patlaridir. Tumshug'i to'q qora rangli, oyoqlari esa uzun va qora, lekin panjalari, ya'ni barmoqlari yorqin sariq rangda bo'ladi. Xuddi sariq paypoq kiyib olganga o'xshaydi. Patlari bahor boshida ikkita uzun va chiroyli patlari paydo bo'ladi. Bu qushlar suvni juda yaxshi ko'radi. Ular asosan daryo qirg'oqlaridagi qamishzorlarda, ko'llar va botqoqliklarda yashaydi. O'zbekistonda Amudaryo, Sirdaryo va Zarafshon daryosi atrofida uchraydi. Kichik quton mohir ovchidir. U suvda qimirlamay turib, o'tib ketayotgan o'ljasini tezlik bilan tutib oladi. Uning taomnomasida mayda baliqchalar, qurbaqalar, suv hasharotlari uchraydi. Ular qamishzor orasida yoki suv ustidagi butalarda katta guruh bo'lib uya qurishadi. Ona qarqara may oyida 4-5 ta tuxum qo'yadi. Tuxumdan chiqqan polaponlar esa bir oy ichida uchishni o'rganib oladi. Ular qishda issiq o'lkalarga, ya'ni Afrika va Janubiy Osiyoga uchib ketishadi. Bahorda esa yana vatanimizga qaytib kelishadi. Afsuski, daryolarda suv kamayib ketishi va qamishzorlarning yo'qolishi sababli bu qushlarning soni kamayib bormoqda. Biz suv havzalarini ifloslantirmasligimiz, ularning uyalariga zarar yetkazmasligimiz, tabiatni sevishimiz va asrashimiz kerak. Dunyo bo'yicha bu qushlarning soni ko'payib bormoqda, lekin O'zbekistonda ular kamyob hisoblanadi. Shuning uchun ularni ovlash qat'iyan taqiqlangan.